mana bu tepasiga bitga bilan mana umuman to'g'ri kelmaydi. Mana uchun bilan bunisi to'g'ri kelmaydi. Ha, buni hatto bir Uchinchi hafta klientni olib yotqizib olmayaptilar. Ayblarini aytib, uni to'g'rilab, ana undan keyin klientga chiroyli qilib mana shunaqa forma chiqarib beryaptilar. Hozir kelgan klientni shartga yotqizib, men sizga so'qqa beraman desalar ham bo'ladilar. Unaqa demadilar. Birinchi o'chirish kerak ekan, undan keyin xullas pullarini halollab olar ekan. Har bitta ishi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Bu ish ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor ekan. Chizish, u qilish, bu qilish hammasini professional darajada o'rganganlari va o'zlarining ishini haqiqatan professional darajada bilganlari menga juda ham yoqdi. Komil opam orqali ko'rib keldim va tanlovimda adashmadim. Xullas kelinglar, agar xunuk qosh chizib qo'yishgan bo'lsa, o'chirib ham berishadi, uni chiroyli qilib chizib qo'yishadi ham.